Hürmetli vatandaş, bu kanayçı yaş kanayçı oldu. Bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyadesi de gacırız, Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü islağa 2022 yıl 4. ayının 30. günü hürmetli vatandaş. Roza heytinla bilen tebrikleymen hemmelani, hürmetli vatandaş. Bugün sizlerge sözleydiği leksiyalar hazırla halkılık peytle dedi ki Amerika Koşmuş Ştatlarının harbiy dramisi yani rejisörlük ile uğurlaştırışı degan ma'noda bo'yicha Ukrayna armiyasi orqa sapda yani Rossiyaning ichki qismida urush qilishga boshladi dedi. Xudo shundoq bo'lsa Allah'a min şükür, Xudoga min şükür. Agar asıl shundoq bo'lgan bo'lsa, men Xudodan, Allohdan Prezident Joe Biden hukumatiga nusrat va tahmi ko'p kuch, amallik va siyosatlarning yurgizilishida o'ngishli bo'lishini talab qilaman, hurmatli vatandosh. Bugun sizlarga so'zlaydigan leksiyalar balki shuni davom qilib kelamiz. Endi mavzu mundaq. NATO askerleri açtım mı açmadım mı mikrofonu açtım. NATO askeri kısımları zor kölemde harbiy manevr elip bardı. Ukraynaga yardım berishning darajasini yuqori ko'tardi. Mavzuda xabar 4. ayning 30. kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday başlandı. Ukraynaga tajovuz qilgan Rossiyani cho'chitadigan bir ish va yoki cho'chitish uchun G'arb davlatlari oldimizdagi bir necha hafta ichida Yevropaning har qaysi joylarida bir qator harbiy manevr o'tkazdi. Harbiy manevrga NATO va Shimoliy Atlantik okean davlatlarining bir necha 10 ming askariy qismlari qatnashdi. Harbiy aeroplan, tanka, cho'ng tipli zambirak va bronvik mashinalar qatnashtirildi. Manevr Finlandiyada, Polsha va Shimoliy Makedoniyada, Azaniya va Latviya qatorliq davlatlarda va shu davlatlarning chegara balvoqlarida elib berildi. Amerika Birlashma Agentligi Angliya dala armiyasining mayori Ralph Woods'ning so'zlaridan naql keltirib bunday ko'rsatdi. Bu qatam o'rinlashtirilgan kasblashgan Amerika armiyasining sapasi, tarbiyalanishi, sifati, tegishlik, tetikligi, jonliqligi, tajovuzchilarni titratish jihatda musha asr ichida Yevropada tarixda asla ko'rilmagan bir ishdir. Alaqadar harbiy o'rinlashtirish musha hafta Finlandiyada boshlanadi. Amerika, Angliya, Azaniya va Latviya qatorliq davlatlarning askariy qismlari qisqacha harbiy mashq olib boradi. Finlandiya askariy qismlari bilan hamkorlashish iqtidorini yuqori ko'tardi. Ondan başqa yana 4500 atrofida askariy qism Shimoliy Makedoniyada tez harakat qilish bo'yicha harbiy manevr olib bordi. Parashyutchi qismlar va hujum qilg'ichi tek uchar aeroplanlar qatnashtirildi. Bu qatimqi harbiy manevrga Amerika, Angliya, Albaniya, Fransiya, Italiya askariy qismlari qatnashtirildi. 5. ayda Angliya, Fransiya, Daniya qatorliq davlatlarning 1800 kishilik askariy qismlaridan tashkillangan NATO qismlari Azaniya va Latviya davlat chegaralarida harbiy manevr o'tkazdi. 5. ayning oxirida taxminan 1000 dan ortiq Angliya askariy qismlari yana boshqa 11 davlatning askariy qismlari bilan birlikda Polshada qo'g'dug'ichilar harbiy mashqi olib boradi. Angliya davlat mudofaa ministri mundaq ko'rsatdi.
Yevropaning bexatarligi azaldan hozirgidek muhim bo'lib bakmagan. Bunun askeri qismlarimiz, ato askeri qismlarimiz do'stlarla ittifoqlashla hamkorlashib birlikda harbiy manevr elib boramiz. NATO'nun katibi Stoltenberg haftanın 4. günü mundaq ko'rsatdi. NATO tayyorligini allaqachon puturib bo'ldi. Bundan keyingi bir necha yil ichida Ukrainani qo'llab Rossiyaga qarshi turdi. NATO'nun Kiyevga, ya'ni Ukrainaga beradigan harbiy qurol-yarog' yordamlari Sovetlar koni zamon harbiy qurol-yaroqlari emas. Yaqinda MiG aeroplan bilan ta'minlanadigan shuni ko'rsatyapti. Shularla emas. Bundan keyin G'arb davlatlarida yasalgan harbiy qurol-yaroqlar bilan Ukrainaga yordam beriladi. Davomini anglashasiz, hurmatli vatandosh.